Assalomu bolalar. Bugun sizlar bilan Sir Asr videosining 6-qismini chiqaramiz. 7-qismini chiqarsak ekan deyapmiz. Chiqaraylikmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bolalar, sizlar uchun bu yerni qurgandik. Endi pastdan qurib boshlaymiz. Bu to'kmish bo'lib chiroyli bo'lib turibdi-da, lekin mana shu yerga qurish kerak. Bu yerdan kichik xona etib chiqarishimiz kerak. Birinchi xonasi tayyor bo'ldimikan? 2 blokli xona bo'larmi? O'ylab sig'ishamiz endi. Mana 4 blok. Bir. Üstüden açık kaldırıyoruz bir üstüden. Oy, ne gerek? Ne altında oturup bir iş böyle. Alındı bana. Mana bolalar, uyimizning burchagi ham bitdi. Endi like bosmasanglar bo'lmaydi. 2 blokli xona etdi. Mana hozir ko'rasizlar. Bu yerni buzib tashlaylik. Hozir mana. Mana eshikdan kiramiz. Qo'yamiz. Ikkinchi etajga chiqadigan ham qo'yish kerak ekanda. Hop, ikkinchi etajga chiqadigan mana. Ana obunachilar, yaxshi bo'layapti video. Yaxshi ketayapti degan umidlardamiz. Ana uyimizning tepa tomoni. Endi bu yerdan pastga tushib ketmaslik uchun bir nima qo'yib olishimiz kerak. Nima qo'ysak? Mana bu yerdan qo'yamiz. Yo'q, bu yopilib ochilmayapti. Nega yopilib ochilmayapti ekan? Bilmayapmiz. Hop, yaxshi. Uyimizni bu yerga katta qilib qo'yamiz. Bo'ldi bolalar. Video shu joyda yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Mana yomg'irli kunda videoni yakunlayapmiz. Xayr bolalar, xayr.